Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolisa yana bir mebelimizni Namangan Tuzga olib kelib o'rnatib berdik. Xudo xolisa mebelimiz hamma yo'q davchi mexanizmda. Haytagi variantda bezutishali bo'ldi. Shu shulkalari. Qo'shimlar bo'ladi, ko'rishinglar mumkin. Hamma yo'q davchi mexanizmda bo'lgan. Vakuum. Xudo xolisa ustiga odam chiqsa ham bemalol ko'tara oladi. Hamma yo'q yaxshi mexanizmlarda bo'lgan. Tepalari ham mana haytagi variantda katta eshiklar ham bemalol ko'tara oladi. Balandligi 3 metr bo'lgan. Qo'lim yetmaydi, qo'lim yetganini ochib ko'rsatib berasiz. Egalarni o'zlarining xohishiga ko'ra chiroyli qilib chiqarib berdik, xudo xolisa. Bu yoqqa tayinli qilib berishgan. Ishlatishga qulayroq qilib. Xo'p, xudo xolisa tayinlarni ham mana haytagi variantda qilib berganmiz, uchkasi qilib vakuum bo'lgan. Bu yoq g'aladonlar joylab berganmiz. Kir mashinasini o'rnini, stranli pech qo'ygan, stranli pechini o'rnini. Bir qator zazorlarni ko'rib qo'yasizlar. Hozirgi kunda ko'p muammo bo'layotgan narsalar. Tepa zazorlarni ko'rib qo'yasizlar. Xudo xolisa pastki zazor yo'q holatda joylab berganmiz chiroyli qilib. Xudo xolisa zakaz qilmoqchi bo'lganlarga bemalol pastki nomerlar aloqaga chiqarasizlar. Pagona metri 3.600.000 so'mdan vodiyga dastavka bepul. Ichiga xudo xolisa bitta 4 burchak mo'yka, shunki qo'shimlar bo'lgan qo'shib beramiz. Toshkentdan aloqaga chiqaringlar, o'zimizning mashinalar bor, xudo xolisa dastavka ustonovkani bepul qilib beramiz chiroyli qilib. Mashturish hamma yo'qning ichida xudo xolisa xaridorlik gazini yutishgasini do'g'otganlar o'zlari olib berdi. Biz qo'shnilar bor, mo'yka shulkalarni o'zimiz olib kelib, xudo xolisa granitlarni ham o'zimiz mebel ichida joylab chiroyli qilib 26 million so'mga joylab berdik joyiga. Xudo xolisa hamma yo'q yaxshi chiqqan o'zimiz uchun. Bir qator kommentlarda fikrlar bildirib qo'yasizlar. Aloqaga chiqarasizlar, bemalol xudo xolisa yaxshi qilib tayyorlab beramiz hamma yo'qni.